Kitob insoniyatning tafakkur dunyosini oshirishga xizmat qiladi. O'z o'rnida kutubxonachi ham zamon bilan hamnafas bo'lishi bugungi kunning muhim qadami. Zamonaviy kutubxona kitobxonlarning intellektual salohiyatini yuksaltirishning muhim omili mavzusidagi viloyat o'quv seminari ayni shu yo'nalishda faoliyat olib borayotganlar uchun dasturul amal bo'lib xizmat qildi. Har bir davrda ham kitob mutolaasi orqali eng yuksak cho'qqilar zabt etilgan. Demakki, kitobxonga mutolaa madaniyatini singdirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Bu borada esa kutubxonachi ham zamon bilan hamnafas yurishi, zamonaviy metodlarni o'z nurxonasiga olib kira olishi lozim. Viloyat bolalar kutubxonasi tashabbusi bilan har bir tumanda umumta'lim maktablari uchun zamonaviy kutubxona yaratish loyihasi ilgari surilgan. Bu borada samarali tizim allaqachon yo'lga qo'yildi. Buxoro viloyati bo'yicha maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan va viloyat bolalar kutubxonasining loyihasi amalga yo'lga qo'yildi. Shu loyiha esa namunali maktab kutubxonasi. Bu shunday maktab kutubxonalarini barcha tumanlarda bittadan namuna qilib yaratib berish, shu namunaga qarab qolgan 580 ta maktab kutubxonalarini shakllantirish. Ana bizning asosiy maqsadimiz. Buxoro tumanidagi birinchi umumta'lim maktabi o'quvchilarining yutug'i orqali respublikada o'z o'rniga ega ta'lim maskanlaridan biri bo'lib qolmay, namunali kutubxona fondi borligi bilan ham bugun o'rnak ekanligini ko'rsata oldi. Minglab ilm ahlini o'z bag'riga chorlaydigan maskanni har tomonlama mukammalligini ta'minlashda kutubxonachi nimalarga e'tibor berishi kerakligi borasidagi mulohazalar seminar ishtirokchilari tomonidan alohida ta'kidlandi. Shuningdek, o'quvchi yoshlar ishtirokidagi teatrlashtirilgan tomoshalar ham seminar qatnashchilariga quvonch ulasha oldi. Bundan anglash mumkinki, bugungi o'quvchi shu asarni o'qigani, uni tushungani va rolga kirishish orqali badiiy mohiyatni ochib berishga harakat qilmoqda. Eng asosiysi bunda yoshga mos kitobni kutubxonachi tomonidan tavsiya etilishi ham muhim sanaladi. Bunday tadbirlar adabiyotga, kitobxonlikka yanada keng yo'l ochishga xizmat qiladi.